qizga savol berib qol, o't pufayı qayerga joylashgan desa, jimda u qiz. Hazillashib o'rtog'i xuddi yordam berganday bo'lib, miyada joylashgan, miyada desa, miyada deb o'tiribdi-da. Shunaqa qizlar aptekada dori sotadi. Juda ham mashhur onaqa kelgan, Sixondon kelganlar meni oldimga aytganlarki, voy, Nigor Shohsan, uni uyimni tozalayotgan edim. Ular aytganlarki, meni deganlar jarrohlik qilib ichimdagi qurtlarimni olib tashlaylar deganlar. Keyin aytganmanki, yo'q, unaqa jarrohlik qilib olib bo'lmaydi qurtlarni. Aytsam, yo'q, juda ham meni jonimga tegib ketdi. Ular menga ovoz chiqarishadi. Chi deyishadi yoki shunaqalar ovoz chiqarishadi deganlar. Bir payt qarasam, shunaqa xuddi anu lapshaga o'xshagan, makaronga o'xshagan narsalar yerlarda yotibdi, ham qimillab turibdi deb qo'rqib, yuragim to'xtab qoladi deb qo'rqib keldim deb kelganlar. Ularning uzunligi 9 metrdan 10, 12, 15 metrgacha ham bo'ladi. Ular butun ingichkachini qoplab olgan bo'ladi. Bo'g'imli bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ko'pchilikda taklifi, so'roviga ko'ra ko'pchilikda bolalarda gijjalar muammosi bor ekan. Shuning uchun mutaxassisimiz Nigora Shohsanova bilan, parazitolog mutaxassisimiz bilan suhbatni uyushtiramiz bugungi intervyuimiz va sizlardan kelgan savollarga javob beramiz. Assalomu alaykum. Avvalambor kattagan rahmat yo'q demasdan sizga o'z bilimlaringizni bo'lishmoqchi bo'lganingiz uchun. Xo'p, o'z haqingizda tanishtiring. Men Shobdullayeva Nigora Shohsanova, vrach, gepatolog, parazitolog, infeksionist bo'laman. 33 yillik ish tajribaga ega. 32 yil davomida epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish markazini klinikasida ish faoliyatimni yuritganman. Shu ish faoliyatim davomida ko'plab mana shu jigar kasalliklari, parazitar kasalliklari, yuqumli kasalliklari davolab, samarali davolab, xalq o'ziga qo'limdan kelgancha manfaatli davolab kelyapman. Oilaliman, 3 ta qizim bor, 6 ta nevaram bor. Alhamdulillah. Xo'p. Xo'p, savollarga o'tamiz unda. Ko'proq bugungi mavzuyimiz parazitar kasalliklar haqida, gijjalar haqida tilda aytganda, O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan parazitlar turi. O'zi parazitlar har doim mikroorganizmlar bo'lganidan keyin makroorganizmlarni o'sha organizmida yashaydi. Ismi jismi bilan parazitlar deyiladi. Chunki o'sha o'zini xo'jayinini hisobiga ular yashaydi, ko'payadi va shuni ichida kasallik chaqiradiganlari kasallik chaqiradi. Bizning O'zbekiston hududida asosan astritsalar, askaridalar, liambli, pakanagicha mana shu 4 xili juda ham keng tarqalgan. Xo'p, ushbu gijjalar bolalarga qanday qilib yuqadi? Eng ko'p yuqadigan turlar. Bu gijjalar asosan bolalarga kirqo'lla kasalligi deyiladi. Ayniqsa mana shu bolalar, bog'cha bolalari, maktab yoshidagi bolalar, o'spirinlarning o'rtasida bir-biri bilan muloqotda bo'lganidan keyin ularda juda ham bolalar bo'lgandan keyin gigiyena tarbiyasiga juda ham rioya qilavermaydi. Har xil bog'chalarda o'yinchoqlardan yuqadi, maktablarda bo'lsa umumiy ovqatlanish joylarida, hojatxonalarda, qo'l yuvadigan joylarda bir-birini o'sha ruchkalarini, qalamlarini ishlatishadi. Shunaqa holatda og'iz orqali ko'proq yuqadi. Ko'proq og'iz orqali yuqadi. Ko'proq og'iz orqali, kirqo'llar kasalligi ham deyiladi shuning uchun ham. Xo'p, ushbu gijjar bor deb taxmin qilish uchun qanday simptomlar bo'lar bolada, belgilar?
Gijjalar borligini bolalarda, masalan, bundoq ko'rganingizda bolani yuzlarida oq dog'lari bo'ladi. Keyin ota-onalari aytishadi, bolam negadir ishtahasi yo'q, shirinlikxo'r bo'lib qoldi deyishadi. Keyin gijjasi bor bolalar ko'proq qorni og'riydi, qornim og'riyapti deydi-da, masalan, qorni og'risa ham yugurib o'ynab yuradi, yana birpasdan keyin qornim og'riyapti deb qoladi. Keyin o'sha masalan, o'qishda o'qiyotganda o'rtoqlaridan ancha o'sha zehnini, intellektini ozgina orqada qolishi, masalan, she'rlar yodlayotganida o'zlashtirishda orqada qolishi, ota-onalari aytadiki, juda she'r yodlayotganda yaxshi yodlolmayapti, uncha eslash qobiliyatlari yaxshi bo'lmayapti deyishadi. Keyin kechqurunlari bolalarni bezovta bo'lib chiqishi, o'sha bezovta bo'lib yotishi, chunki o'shanda gijjalarni yana bitta klinik xususiyati bor, orqa teshiklarida ularda qichinishlar bo'ladi, teridagi qichinishlar bo'ladi. Keyin tirnoqlarini og'ziga solib, tirnoqlarini tishlaydi. Bir xil bolalar uxlaganda so'laklari oqadi. Shu belgilardan bolalarda gijja va parazitlar borligini bilsak bo'ladi. Gijjalar katta yoshli insonlarda ham uchraydimi? Gijjalar hamma insonlarda uchraydi. Bolalarda, katta yoshlilarda, qariyalarda hammada uchraydi bu gijjalar. Nima uchun ko'proq bolalarda uchraydi gijjalar? Bolalarda uchrashini sababi, bolalar yuqorida hozir aytganimdek gigiyena qoidalariga rioya qilmaydi. Keyin bolalarda hali judayam oshqozon ichak faoliyatlari, jigar o't yo'llari faoliyatlari judayam yaxshi, hali bitta o'sha tizimga tusholmagan bo'ladi. Kattalarda bo'lsa, ularni har holda immun tizimi yuqoriroq bo'ladi. Ularda kattalarda gijja parazitlar bo'lgani bilan ular ko'p o'zida gijja borligini bilmaydi-da. Ularda klinik belgilari, simptomlari uncha bilinmaydi. Bolalarda bo'lsa klinik belgilari namoyon bo'ladi. Shuning uchun bilinadi ularda kattalardan ko'ra. Lekin yana bitta joyi bor. Masalan, davolanganda bolalarni davolab turib, kattalarni davolamagan holatda kattalar bolalarga yuqtiruvchi bo'ladi. Shuning uchun ham. Xo'p, gijjalar odam organizmida 10 yilgacha turishi mumkinmi? 10 yilgacha, undan ortiq ham turishi mumkin. O'sha yuqqandan keyin to odam hayoti tamom bo'lguncha oxirgi daqiqalargacha o'sha gijja odam bilan birga yashab, birga o'sha nobud bo'lishi mumkin. Xo'p, gijja qo'yilgan, tashxis qo'yilgan yoki qo'yilmagan bo'lsa ham bo'yin o'sishiga ta'sir qiladimi yo'qmi gijjalarning bo'lishi va qaysi turi? Gijjalarni bo'y o'sishiga juda ham ta'sir qiladigan bor. Men o'zim o'sha ish tajribamda o'sha pakana gijja, karlikovый цепень ko'pinchalik holatlarda bolalarni bo'yin o'sishda orqada qoldiradi, tengqurlarda. Xo'p, gijjalar nevrologik kasalliklarga, asabiylashish, STVga deydi. Mana shularni kuchaytiradimi yoki shu kasalliklarga olib keladimi? Gijjalar o'zi yashagandan keyin o'zidan o'sha shlaklarini, toksinlarini chiqaradi-da. Ular qonga so'rilgandan keyin butun organizmni hamma tizimlariga toksichniy ta'sir qiladi, zaharli ta'sir qiladi. Shu o'rinda nerv tizimiga ham ta'sir qiladi. Shundan keyin nevrologik simptomlarni keltirib chiqaradi. Bu masalan bosh og'rishi bo'lishi mumkin, o'sha zehnini pasayishi bo'lishi mumkin. Bir xil bolalarda nevrologiskiy siklar paydo bo'ladi. Ko'zini pirillatishlari, g'alati qiluvlar qiladigan bo'lib qoladi. Burnini tortaveradi, yelkalarini uchiradigan bo'ladi, tomog'ini xirillatib shunaqa hodisalar bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, gijjalar mana savol yozishgan. Gijjalar uyqu vaqtida burundan yoki og'izdan, quloqdan ham chiqib yuradimi? Mana shunday migratsiyasi bo'ladimi? Bunaqa holat bo'ladi. Askaridalar bor. Askarida gijjalari bular 30-40 santimetrlik yumaloq gijjalar turiga kiradi. Ular o'zini rivojlanish davrida og'izdan yuqqandan keyin ichaklarga tushadi va ichaklardan ularning tuxumlari qon orqali o'pkaga o'tadi. Va o'pkada ular o'sha kislorodga intiladi-da, o'pkadagi alveolarga intiladi va undan keyin yana o'sha o'pkadan, nafas yo'llaridan, bronxlardan chiqib, og'izdan chiqadi. Bunaqa holat bo'lgan. Mana shu ish tajribamda og'zidan gijja chiqyapti deb ota-onalar xavotirda olib kelgan holatlari bo'lgan. Mana shu askarida asosan og'izdan chiqadi. Xo'p, gijja bo'lganda o'zi
akasida ham yoki ukasida ham u narsani nima qilish kerak, profilaktika qilish kerak. Ular Mhm. qanday yuqadi va qanday qilib profilaktika choralarini qilsa bo'ladi uyda? Masalan, bitta uyda, bitta bolada gijja aniqlandi Mhm. tekshirilgandan keyin. Tekshirilgandan keyin albatta men har doim aytaman, oilani bitta a'zosida gijja aniqlandimi, hamma oila a'zolaringlarni tekshiringlar deyman. Bolalarni, hattoki kattalarni hamda. Chunki hozir bu bolani davolaymiz deb, bu bolani gijjadan hammasidan forig' qilganimizdan keyin boshqa aka-ukalarida bo'lsa yoki katta ota-onasida, buvisida, dadasida bo'lsa, ular yana bolaga yuqtiraverishadi. Yana qayta yuqish holatlari bo'ladi. Shuning uchun hali yuqorida aytganimdek, kirqo'llardan, uydagi har xil o'yinchoqlardan, eshiklarni ruchkalaridan, hojatxonalardan, sochuvlardan, idish-tovoqlardan bu gijja tuxumlari orqali bir-biriga yuqaveradi bu. Xo'p, gijjalarga qanday qilib tashxis qilish mumkin? Qanaqa asosiy tahlillari kerak bo'ladi? Tekshiruv tahlillari. Gijjalarga asosiy tashxisimiz, masalan, necha yillardan beri, 20-asrlardan beri eng judayam masalan dostoverniy diagnostikasi bu axlatni, najasi mikroskop tagida ko'riladi va unda gijjani tuxumlari aniqlanadi. Astritsalarni bo'lsa, enterobiosi, ular u gijjalar bola kechasi uxlagandan keyin orqa teshigini orqasiga chiqadi-da, ular tashqariga chiqib, orqa teshigini bo'g'imlariga, sfinkterlari atrofiga o'zini yetilgan tuxumlarini qo'yadi-da va kechasi bola bezovta bo'ladi, orqa teshigi qishishadi. Shunaqa holatlarda bunaqa bolalardan saskop olinadi ertalab. Orqa teshigiga o'sha bitta cho'p bo'ladi, ustida paxtasi bo'ladi, ozgina vazelinga tegizib saskop olinadi. Uni keyin mikroskop tagida ko'rganda o'shanda astritsalarning tuxumlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yana bitta diagnostikasi. Hozirgi zamonaviy diagnostikada bemalol IFA tahlillar qilinyapti, IXLA tahlillar qilinyapti. Unda o'sha antitelalar aniqlanadi. Uni ham immunoglobulin G, M, sumarniylari qilinadi. Shunaqa qilib, masalan, immunoglobulin G'si topilgan bo'lsa, unda qachondir bu bolaga yuqqan bo'ladi, o'sha antitela paydo bo'lgan. Agar M bo'lsa, u mana shu yaqin 3 oy ishlarida yuqqan bo'ladi deb. Shunaqa diagnostikalari bor. Yana hattoki hozir PCR diagnostikasi bor gijjalarni. Xo'p, gijjalarni tarqalishi bo'yicha mamlakatlarning ham roli bormi? Qaysi mamlakatlarda ko'proq uchraydi? Gijjalar yer Va nima yuzida sabab? yer yuzida tarqalishi bo'yicha o'zini masalan bitta davlatda, o'zini mintaqada qanaqadir bir xil turlari ko'proq uchrashi mumkin. Keyin o'sha rivojlanishda orqada qolgan davlatlarda, masalan, Afrika davlatlarida, yana bir xil davlatlarda, ularda juda ham keng tarqalgan bo'ladi, chunki hammasi mana shu suv omillariga bog'liq bo'ladi. Masalan, ichimlik suv bilan ta'minlanmagan, mana shunaqa joylarda juda ham ko'proq tarqalgan bo'ladi. Rivojlangan davlatlarda men shunaqa bir xil maqolalarni o'qiganimda, ularda hattoki masalan Yevropa davlatlarida gijjalarni diagnostikasi boshqalari, ular даже gijjalarga voy deb hayron bo'lib qarashadi-da, nahotki shunaqa kasallik bor degandaydi. Ularda diagnostikasi ham yo'q, даже hattoki kasallar ham uchramaydi. Shunaqa davlatlar ham bor, juda ham qanaqadir sterilniy davlatlar deyman. Demak, hammasi o'zimizga bog'liq ekan. Gigiyeniga amal qilishimiz kerak ekan. Ha, to'g'ri. Ha, tushunarli. Xo'p, gijjalar haqida noto'g'ri tushuncha paydo bo'lgan 5 ta fakt aytib bera olasizmi? O'zimizda mentalitet. Gijjalarni noto'g'ri, masalan, menga bir xilda patsientlar kelishadi, aytishadi ota-onalari, biza bolamni gijjaga tozalatgani olib bordikda, mana ko'rsatishdi menga 1 metrlik, 2 metrlik lambalar tushdi deyishadi. Lambalar o'zi bir hujayrali jonivor bo'ladi. Masalan, zoologiya darslarida o'tganda o'qitiladi-ku, amyoba bir hujayrali jonivor, xuddi shunga o'xshagan bir hujayrali jonivor bo'ladi. U o'sha 12 barmoqli ingichka yuqori qismini, shilliq pardalarini 1 sm kvadratini o'zida 200 mingta parazit joylashgan bo'ladi-da.
Ko'pchilik aytadi mana shunaqa voy uzun tushdi deb kelishadi. Bir xilda ultratovush tekshiruvlarida ultratovush vrachlari aytishadiki, sizni jigaringizni ichi to'la masalan mana shunaqa qurt bosib yotibdi yoki o'tqopingizni ichi to'la qurt bosib yotibdi deyishadi. Bu ham mif. Chunki o'tqopi ichida hech qanaqa parazitlar, gichalar bo'lmaydi. Chunki o'tqop shunaqangi muhitki, nordon muhitda o'zi organizmimiz shunaqa tuzilgan. Agar желчь yaxshi ishlab chiqarilsa, bu gichalar, mikroblar, parazitlar, zamburug'lar nobud bo'lishi kerak. Желчь ishlab chiqariladi, safro 12 barmoqli ichida ular nobud bo'lishi kerak. Organizmimiz shunaqa nima deydi, himoya vositasida bu. Shuning uchun o'tqopni ichida ham shunaqa gichalar bo'lmaydi. Ko'pincha ultratovush tekshiruvdagi vrachlar shunaqa deb aytishadi-da. Jigarda bo'lsa, jigarda qanaqa parazit bo'lishi mumkin? Faqatgina exinokok bo'lishi mumkin. Exinokok kistalari bo'ladi. U endi jigarga xos. Boshqa masalan astritsa, askarida, ankilostoma yoki so'rg'ichlik unaqada bo'lmaydi jigar ichida. Shunaqa holatlar ham bo'ladi-da aytishadi. Demak, yolg'on ma'lumot o'tqopida, jigarda Ular har xil gichalar bo'lishi. yolg'on ma'lumotlar bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, gichalar organizmda ko'proq oshqozon ichaklarida, ingichka ichaklarda bo'ladi, ichaklarda. Va ketma-ketligi bo'yicha yana qayerlarda bo'lishi mumkin tanada? Keyin mana shu yana bir xil turi bor, o'sha o't yo'llarida bo'ladigan turi bor. Ular xombalovlardan yuqadigan apistarxozlar bo'ladi. Ichaklarning har xil qismida bo'ladi. Ingichka ichakda, yo'g'on ichakda, to'g'ri ichaklarda parazitlik qiladigan gichalar bor. Keyin gichalar muskullarda bo'ladi. Gichalar miyada bo'ladi, gichalar ko'zda bo'ladi. Organizmning hamma a'zolarida gichalar bo'lishi mumkin. Masalan, exinokoklar hattoki o'pkada bo'lishi mumkin, jigarda bo'ladi, orqa miyalarda bo'ladi. Shunaqa to'qimalarda ham bo'ladi. Xo'p, ushbu gichalar qanday qilib ko'payadi? Bu masalan exinokoklar bo'lsa, asosan xonadonda kuchuk uy hayvonlari bo'ladi-ku, o'shanaqalar orqali yuqadi. Ya'ni masalan ko'pchilik ko'katlarni yeydi-ku, kashnich, ukroplarni yeyishadi, ovqatga solishadi, salatlarga solishadi. Ularni yaxshi toza yumaganidan asosan o'sha exinokok parazitlari yuqadi. Ularni yuqish yo'li bo'lsa, ularning ustida o'sha kuchuk mushuklar yurgandan keyin o'zini axlatlarini tashlab ketadi. Ular yaxshi yuvilmaganda odam organizmiga yuqadi va o'sha yumshoq to'qimali a'zolarda ular parazitlik qiladi. Ularni qalin kapsulasi bo'ladi va o'sha kapsulaning ichida tirik exinokok parazitlari parazitlik qiladi. Gichalar yana bundan tashqari allergiya va dermatitlarga olib kelar ekan. Bu qanday qilib bo'ladi? Juda ham ko'p. Masalan, teri kasalliklar, dermatologlar, allergologlar mana shu toshmalar bilan, allergiyalar bilan bemorlarni, bolalarni davolashadi. Davolashgandan keyin uzoq vaqt davolashadi. Turli xildagi antigistaminnik, shu teri kasalliklarining dorilarini, mazlarini berishadi, lekin hech qanaqa natija bo'lmaydi. Buni natija bo'lmasligining sababi chunki bu gichalar ham o'zidan o'sha haligi toksinlarni, shlaklarini chiqargandan keyin organizmga u yot bo'ladi, allergen bo'ladi va u o'sha allergiyani, har xil dermatitlarni qo'zg'aydi va o'shandan keyin biza yaxshilab gichalarini tozalab bo'lganimizdan keyin ular allergologda yoki dermatologda davolansa, natija yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hozir ko'pchilik allergologlar ham, dermatologlar ham bilib olishgan. Agar nimadir bo'lsa, birinchi aytishadi, parazitologga borgin, gelmatologga borib birinchi davolating, natija bo'lmayapti deyishadi-da. Xo'p, asosan mevalarni yaxshi yumaslikdan, sabzavotlarni yumaslikdan bo'ladi. Buni qandaydir yuqmaslik uchun tozalash nimasi bor, metodikasi yoki eritmalari hozirgi kunda? Shunchaki yaxshi iliq suvga yaxshi yuvsa bo'ldi. Avvalambor o'sha oqar suvda yuvish kerak yaxshilab. Keyin hozir juda ham yaxshi eko mana shu anaqalar chiqqan, mahsulotlar chiqqan, yuvish vositalari. O'sha vositalarga yaxshilab yuvsangiz,
organizm uchun ular hech qanaqa zarari yo'q, eko bo'lgani uchun ichingizga ketsa ham, lekin o'sha gijalarni hamma tuxumlarini, o'sha zararli hamma yuqqan narsalarini tozalab tushiradi. Keyin oddiy o'sha masalan ko'katlarni ham sho'r suvlarga yoki osh sodalaridek eritmalar qilib o'shalarga solib qo'yib, birpas masalan 3 minut 5 minutcha solib qo'ygandan keyin ularni yaxshilab oqar suvda yuvorsa, unda ham toza bo'ladi. Lekin albatta erinmasdan, ayniqsa уже hozir mana bahor-ku, qulupnay mavsumi keladi. Qulupnay ko'pchilik mazali, shirin bo'lsin deb o'sha har xil organik o'qlarni, sharbatlarni sepishadi. Yerda yomg'ir yog'gandan keyin loy bo'ladi, usti bo'ladi. Ko'pchilik даже yumasdan ham yeyishadi. Yuganda ham shunda oqar suvni tagida bir sidirimda qilishadi-da yeyishadi. Shundan keyin o'zi bilinadi. O'sha bahordan keyin rosa ko'p gijja naqa qiladi, yuqadi-da. Shunaqa holatlarda ham juda ham ko'p yuqish holatlarini kuzatishimiz ham mumkin. Xo'p, gijjalarning davosi qanday bo'ladi? Har 3 oyda yoki lecheniya olib turish shartmi yoki 6 oyda? Ko'pchilik ko'raman, o'zim kuzatganman, yuboraman parazitologlarga. Yana kelasiz, 4 kurs kelasiz, 5 kurs. Qanday bo'ladi o'zi lecheniyasi? Gijjalarning davosi o'zi bunaqa bo'lishi kerak. Mana kelgandan keyin bemorni yaxshilab diagnostika qilindi, gijjasi aniqlandi. Gijjasi aniqlangandan keyin bu bemorni masalan oddiy astritsa, askaridalar bo'lsa, o'zini dorilari beriladi. U dorilar masalan astritsalarga bir marta beriladigan dorilar bor. Askaridalarga bo'lsa 3 kungina beriladigan dori bor. Masalan, pakana gijjani bo'lsa o'zini sxemasi bor lecheniyasini. Lambliozlarni bo'lsa bu parazitlarni ularni bosqichma-bosqich davolash kerak bo'ladi-da. Masalan, lambliozni davolayotganda birinchi bo'lib o't qop faoliyatini yaxshilash kerak, ichki mikrobiotina holatlarini yaxshilab turish kerak-da. Undan keyin parazitlarni o'ldiradigan dorilarni beriladi. Ikkita bosqichda, keyin 3-bosqichda tiklanadigan dorilarni beriladi. Mana shunaqa davo choralarini ko'rib bo'lib, tozalab bo'lgandan keyin yana albatta bunda o't qopi faoliyatini, jigar faoliyatini, ichaklarning faoliyatini yaxshilash kerak, bola organizmining immunitetini yaxshilab ko'tarish kerak bo'ladi. O'zi organizmimizda shunaqa moslashtirilganda, oshqozonni shirali muhiti, kislotnostida, o't qopi ichidagi safro jilochda bular nobud bo'lishi kerak. Organizmga yuqqanidan keyin. Qachonki oshqozonni shirali darajasi past bo'lsa, qachonki o't qopda muammo bo'lsa, ya'ni diskineziyalar bo'lsa, dimlanishlar bo'lsa, yo'llarda qiyshayishlar bo'lsa, xoletsistitlar bo'lsa, shunaqa holatlarda ular yaxshi ishlab chiqmaydi-da, keyin gijjalar ko'payaveradi va kasallik chaqiradi-da. Shuning uchun albatta o'sha oshqozon ichak faoliyatini yaxshilashimiz kerak. Masalan, bir marta davolangandan keyin 3 oy dam olsin-da, yana keyin kelib davolanadi. Undan keyin bo'lsa, o'sha organizm o'zi sekin-sekin yo'lga tusha boshlaydimi? Undan keyin 6 oydan keyin kelsin deyiladi. Shunaqa qilib bir xil hamma bolaga, lekin har bitta kasalga o'ziga moslagan individualniy podxod qilinadi. Oshqozon ichak faoliyati yaxshi ishlasa, o't qop yaxshi qisqarsa, ichaklarning faoliyati yaxshi bo'lsa, o'tda masalan qabziyatlar bo'lmasa, bola tez tuzalib ketadi va o'shandan keyin o'zi yaxshi o'sib, rivojlanib ketadi. O'shani yo'lga qo'yib olish uchun har xil bir xilda 3 oy, bir xilda 6 oy kerak bo'ladi. Undan keyin уже lecheniyaning ham hojati bo'lmaydi, organizm o'zi kurashadigan bo'lib yo'lga tushib ketadi. Xuddi bilib nimadir yuqsa ham gijjalarning parazitlarni organizm o'zi uni kurashib chiqarib yuboradigan bo'ladi. Immunitet paydo bo'lar ekanda, aytgan. Ungacha faqat yordam berib, o'sha vaqti-vaqtida etgan paytda davolanib yo'lga solib kerak bo'ladi. Demak, hammaga bir xil lecheniya qilinmaydi. Yo'q. Gijjalarning turiga qaraladi, organizm individual qo'shimcha kasalliklarga qarab nima qilinadi. Albatta, har bittasiga o'ziga yondashish kerak bo'ladi. Xo'p, parazitlar kasalliklar muolajasi faqat medikamentozmi, ya'ni dori-darmonlar bilan yoki hokina, hozirgi kunda klizmalar, qorin sohasini o'zida UZT qilishadi, fizlecheniyalar. Bularga nima deysiz? Masalan, hozir oxirgi paytda o'sha tozalovchi ko'hnalarni faqat intoksikatsiya yuqori bo'lgan vaqtda qilinyapti. Chunki
hadeb ko'hna qilinsa ham ichaklardagi sog'lom mikroflorani balansi buzilib ketadi-da. Keyin ko'hna qilganingizdan keyin yo'g'on ichakni bir qismiga kiradi, bo'ldi chiqib ketadi. Gichalar undan teparoqda joylashgan bo'ladi. Hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Bekorga bemorni, bolani qiynab qo'yilgan bo'ladi. Qachon kuchli intoksikatsiya bo'lsa, o'shanda qilishni men masalan o'zim tavsiya etaman deb. Keyin yana nima savol edi? Fizlecheniya orqali UZT qilinadi qorin sohasida. Ultrazvukiy terapiya. Unaqa har xil fizlecheniyalarni masalan gichalarni tozalab bo'lgandan keyin menimcha u fizlecheniyalar o'sha ichaklardagi mikrosirkulyatsiyani, qon aylanishini yaxshilash uchun qilinsa kerak. To'g'ridan to'g'ri gichalarga ta'sir qilmaydi. So'raganimda ular shu narsani aytuvdi-ku, ho'kina qilishimiz sabab, UZT qilishimiz sabab gichalar oshqozon, umuman ichaklarni shilliq qavatini tishlab oladi. UZT qilganimizda u karaxt holga tushadi-da, tishi ochilib shundagina uziladi. Shu sababdan qilinadi deydi. Unda o'sha ichaklarni bo'shashtiruvchi qilinar ekanda, ustidan fizlecheniya deyman. Shunday. Xo'p. Hozirgi kunda an'anaviy xalq tabobati bo'yicha davolash bo'yicha metodikalar haqida. Bu haqiqatdan ham effektivniy davolash usullarimi va nimalar, qaysi giyoh yoki tabiiy mahsulotlar orqali gijaga qarshi davolasa bo'ladi? Misol uchun sarimsoq piyozlar bilan ham qilishadi harakat. Sarimsoq piyozlar ular har doim yaxshi davo beradi. Qovog'ni urug'larini beriladi. Qorin urug'ini ham o'sha shamolda quritilgani, pishmaganini uni ham yaxshilab talqon qilib, ertalab bolalarga ichirsa bo'ladi. Agar allergiyasi bo'lmasa, asalga qo'shib yalatiladi. Ular ham yaxshi davo beradi. Keyin hozirgi kunda juda ham o'tlardan tarkib topgan mana shu dorilar bor. Dori deyiladimi yoki ularni biologik qo'shimchalar deyiladimi? Ular ham profilaktika maqsadida, ham davolashda kompleks ishlatsa bo'ladi ularni ham. Yaxshi yordam beradi. Uni tarkibida o'sha qovoq urug'lari bo'ladi, chesno yog'lari bo'ladi, pijma bo'ladi, keyin ozgina o'sha ichak yurg'iztiruvchi slabительный o'tlardan qo'shilgan bo'ladi tarkibida. Xo'p, sizni sohangiz bo'yicha qanday qiziq holatlar bo'lgan yoki qo'rqinchli holatlar? Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Lentasimon so'rg'ichli qurtlar bor-da. Ular mol solityorlari deyiladi. Xom go'shtlardan yuqadigan. Ularning uzunligi 9 metrdan 10, 12, 15 metrgacha ham bo'ladi. Ular butun ingichka ichakni qoplab olgan bo'ladi. Bo'g'imli bo'ladi. Ular o'zi yetilgandan keyin 2,5 oy, 3 oyda yetiladi-da, butun ichaklarni qoplab olgandan keyin ularning bo'lakchalari o'sha insonning orqa teshigidan o'zi tushadi. Tushgandan keyin ham qimillab turadi. Kuniga 5 ta, 10 talab o'sha ichki kiyimlariga ajralib tushadi. Bir marta bitta juda ham mashhur onaqa kelgan, suxandon kelganlar meni oldimga, aytganlarki, "Voy, Nigor shoxsan, uni uyimni tozalayotgan edim. Endi uyingizni tozalayotganingizda, uborka qilayotganingizda ani kengroq kiyib oladi-ku kiyimlar, masalan, shalvarlar kiyib olib tozalasam, bir payt qarasam, shunaqa xuddi ani lapshaga o'xshagan, makaronga o'xshagan narsalar yerlarda yotibdi, ham qimillab turibdi" deb qo'rqib, yuragim to'xtab qoldi deb qo'rqib keldim deb kelganlar. Bunaqa holatlar bo'ladi. Ajralib turadi, qimillab turadi ular deyman. Ko'rsangiz juda ham xunuk holat. Qo'rqinchli holat. Keyin yana bir xil holatlar bo'ladi. O'zim ish tajribamda bo'lgan. Bitta ayol kelganlar. Ular aytganlarki, "Nima sizni bezovta qilyapti?" Opa desam, "Shu" deganlar. Tinchlik, jimjit bo'lganda uyimda, ular aytganlarki, "Mani" deganlar, "jarrohlik qilib ichimdagi qurtlarimni olib tashlaylar" deganlar. Keyin aytganmanki, "Yo'q, unaqa jarrohlik qilib olib bo'lmaydi qurtlarni.
Aytsam, yo'q, judayam mani jonimga tegib ketdi. Ular menga ovoz chiqarishadi. Chi deyishadi yoki shunaqalar ovoz chiqarishadi deganlar. Keyin ha bo'ldi, sizni tushundim deganman-da. Keyin yo'llanma yozib berganmiz psixonevrologga borib Demak, psixический ta'sir ham qiladi bu narsalar. Psixologический ta'sir qiladi. Bunaqa holatda bu bemorlarni to'g'ridan to'g'ri psixonevrologlarga yuboramiz. Ularni miyasiga o'rnashib qoladi. O'sha ko'ziga ko'rinadi, ovozlar chiqaradi, gallyutsinatsiya biretlargacha olib keladi-da. Xo'p, Sayfiddinova Zebodan savol kelibdi. 2 yoshli qizim rosa asabiy, Lyamblia astritsa gijjasi bor dedi. Davolatdik, uncha foydasini bilmadik. Nima uchun? Bu bemorimizni yaxshilab oxirigacha davolash kerak bo'ladi. Keyin davolab tozalab bo'lgandan keyin albatta o'sha to'ldiruvchilarni vitamin terapiya qilish kerak bo'ladi. Jigar o't yo'llari faoliyatini yaxshilash kerak, ichaklar mikroflorasini yaxshilash kerak bo'ladi. Oxirigacha davolash kerak-da. Chala qolib ketsa, unda natija ko'rilmaydi. Demak, bular to'liq lecheniya olmaganlar. To'liq lecheniya olish kerak. Ko'pchilik bizani onalarimiz, ota-onalar oxirigacha olib borishmaydi-da, chala qoldirib ketishadi. Bolasini ahvoli sal yaxshi bo'lgandan keyin tashab qo'yishadi. Keyin yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana undan battar holatda olib kelishadi, lekin aytishadi, shuncha pulim ketdi, shuncha dori oldim, shuncha doktorga qatnadim, shuncha konsultatsiya to'ladim, lekin hech qanaqa natija bo'lmadi deb keyin boshqalardan ayb qidirishadi. To'g'ri. Keyin eng asosiysi gigiyena tarbiyasini bolalarga o'rgatish kerak bo'ladi-da. Masalan, oddiy gigiyena tarbiyasi. Masalan, bola keldimi, uyga keldingmi, qo'lingni yuv deyish kerak. Ovqatlanishdan oldin, hojatxonadan chiqqandan keyin qo'llarini yuvishni o'rgatish kerak. Albatta, tirnoqlarini olish kerak. Keyin o'sha ayniqsa qiz bolalarga to'g'ri tahorat qilishlarini, o'sha sochuvlarni, keyin choyshaplarni, pastellarni vaqtida yuvib, dazmollab, tez-tez almashtirish kerak. Uylarda, xonadonlarda o'sha namli, влажный уборкаlarni vaqtida qilib turish kerak. Agar mana shunday holatlarga rioya qilmasa, masalan, qo'l mevalarni bolalar keladi, yugurib ko'chadan keladi, qo'lini yuvmaydi, stol ustida olma turadimi, nima turadi, oladi, og'ziga solib yeyaveradi. Shuning uchun uyda ayniqsa kattalar, hammani oilasida buvilar, dodalar bor. Ular shu bolalarga, farzandlariga yoshligidan gigiyena tarbiyasini, ko'nikmalarini o'rgatib borish kerak bo'ladi. Shunda albatta bu kasallikni oldini olgan bo'ladi. Shunday profilaktikasi. Xo'p, keyingi savol, assalomu alaykum. Tirnoqlari yemirilishi gijjadan bo'lishi mumkinmi? Tirnoqlari gijja bo'lgandan keyin albatta organizmda yetishmovchiliklar bo'ladi. Mikroelementlarning yetishmovchiliklari, ya'ni ular kalsiy bo'lishi mumkin, fosforlar bo'lishi mumkin. Undan keyin bunaqa bolalarni tirnoqlarini yeydigan bo'lishadi. Bundan bo'lishi mumkin yoki o'sha vitaminlar yetishmasligi, gipovitaminoz, A vitaminozlardan bo'lishi mumkin. Keyin tirnoqlarni turli xildagi zamburug' kasalliklari bo'ladi. O'shanaqalardan ham bo'lishi mumkin. Tirnoq yemiriladi, tirnoqlar yemirilib ketadi, yupqa bo'lib qoladi yoki ustida chiziqchalari bo'ladi, sarg'ayib qoladi, shunaqa holatlar. Bu gijjalardan ham bo'lishi mumkin. Gijjalardan ham bo'ladi. Faqat anemiyada emas. Xo'p, savol beribdilar, Iroda Turdiyeva 9149. Gijjalarni davolashda beriladigan tabletkalar jigarga qanday ta'siri bor? Ular qattiq zarar yetkazmaydimi? Ko'pchilikda hozir miyasida shunaqa narsa bor. Aptekaga kirganda, aptekadagi o'sha farmatsevtlar dori sotishayotganda birinchi bo'lib aytishadi. Bu dorini sizga qaysi doktor yozdi? Jigaringizga bu toksichniy ta'sir qiladi deb. Birinchidan, u sizga dori sotayotgan odamlar, ular kollejda, litseyda o'qigan farmatsevtlar. Sizga dorini oliy ma'lumotli vrach yozadi. Vrach yozgandan keyin birinchidan uzida qildiradi jigarini, boshqa qiladi. Jigarida hammasi yaxshi bo'lgandan keyin yozadi u dorini. Undan keyin u dorini ham qachon ichish kerak, qanaqa dozada ichish kerakligini ularni yozib beradi. Agar qachonki jigarida o'zgarish bo'lsa, jigar fermentlari yuqori bo'lsa, uni hech qanaqa oliy ma'lumotli vrach unaqa dorini yozmaydi. Hozir juda ham ko'p yaxshi dorilar chiqqan. Ular ichaklarni o'zida ishlaydi. Hattoki qonga ham so'rilmaydi. Juda ham effektivniy dorilar. Shuning uchun aytishadi-ku, vrachga quloq solgin deyishadi. Bizning onalarimiz vrachga quloq solishmaydi.
duch kelgan dorixonada o'sha aptekachini gapiga quloq solishadi yoki qarindoshini yoki qo'shnisini gapiga quloq solishadida ularni aytganini qilishadi, lekin vrach tavsiyasini aytganini to'liq qilishmaydi. Keyin mana shunaqa gaplar ko'payaveradi. Haqiqatdan ham menda ham ko'p uchraydi. Aytamanda, erim emas, har gaplashganimda aytaman. Sizlar 10-15 yil o'qigan shifokor aytganini qilmaysizlar, borib aptekachini aytganini qilasizlar. Endi studentlik vaqtimda 3-kurs edimmi, aptekaga ishlamoqchi bo'lganman. O'sha mashhur aptekalardan bittasi avval o'qitardi. Biz borganimizda men avval medkollejni ham bitirganman. 1 oylik kursida medkollejda ham o'qimagan, umuman tibbiyotga aloqasi yo'q nimalar ham o'qirdi 1 oylik kursimda va aptekachi bo'laverardi. To'g'ri. Hayron qolardim. Yonimdagi kursdoshim kulardi, savol berganda, men hayron qolgandimda. So'radida dorilarni tarkibini, antibiotiklarni, nimasini, guruhini so'radi. Keyin a'zolardan so'ray boshlaydi. O'sha qizga savol berib qoldi. O't tufayli qayerga joylashgan desa, jimda u qiz. Hazillashib o'rtog'i xuddi yordam berganday bo'lib, miyada joylashgan, miyada desa, miyada deb o'tiribdi-da. Shunaqa qizlar aptekada dori sotadi. Sizlar shifokor aytganini qilmaysizlar, keyin ta'sir qilmadi deysizlar. Yozgan lecheniyani ham 5 ta dori yozgan bo'lsalar, 2 tasini olasizlar. Uni ham aptekani maslahatiga ko'ra, aptekachini tavsiyasiga ko'ra 2 tasini olasizlar, qolgani qoladi. Keyin effekt bo'lmaydi, yaxshi emas ekan vrach deb yomonlar yuriladi. Shunaqa holatlar juda ham ko'p. Bu yomon narsa haqiqatdan. Xo'p, savol yozibdilarki, qanday qilib parazitlardan qutulsak bo'ladi, batamom? Uy sharoitida ham qutulsa bo'ladimi? Albatta qutulsa bo'ladi. Buning uchun hamma butun oila a'zolarini hammasini davolatish kerak bo'ladi. Dorilarni to'g'ri dozada, vaqtida iste'mol qilish kerak bo'ladi va gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak bo'ladi. Hammasi o'zligini qo'lligida. Agar juda ham xohlasa, sog' bo'lishni xohlasa, albatta tek bilan qutulsa bo'ladi. Hozir nafaqat siz sohangizga, hamma sohalar bo'yicha har xil dorilar kirib kelib, bad deymizmi yoki amerikanskiy, bularda ham xuddi shunday savol yozibdilar. Bolam amerikanskiy dorilarni olib ichiradi, lekin qutula olmayapmiz kasallikdan, 8 yosh deb. Shu dorilar haqida fikringiz nima? Bu O'zbekiston farm nimasidan o'tmagan dorilar haqida fikringiz? U dorilar to'g'risida fikrim juda ham salbiy. Chunki biza shuncha yil vrach bo'lib ishlayotgan bo'lsak, sizni ham bizani ham o'qitishgan. Albatta har bitta kasalni davolayotganda o'zingni farzanding, o'zingni otang, o'zingni onangdagi ularga yondashish kerak bo'ladi. Shunaqa bo'lgandan keyin albatta tekshirilgan, litsenziyasi bor, sinalgan, masalan, bizani O'zbekiston hududida sinovlardan o'tgan dorilarni tavsiya qilamiz biz. Hozir Indiyadami, Pokistondami, Amerikadan kelayotgan dorilarni masalan men tarkibini bilmayman. Tarkibini bilmagandan keyin qanaqa ta'sir qiladi, o'shani ham hech narsa deb ayta olmayman. Shuning uchun dorixonada sotiladigan, tekshirilgan, sinalgan dorilarni tavsiya etamiz. Ko'pchilik so'raydi, yuzdagi oq dog'lar. Bular faqat dermatologik kasallikmi, teri kasalliklar yoki gijjalarda ham bu belgilar bo'lsa, farqi qanday bo'ladi? Masalan, bitta bolani yuzida olib bular oq dog'lari bo'lsa, ko'pchilik aytadi, "Voy, sani gijjang bor ekan" deyiladi. Bu gapda haqiqat bor. Chunki masalan, oddiy astritslar, lamlalar mana shu teridagi, yuzlardagi, qo'llardagi, yelkalardagi dog'larni, oq dog'larni keltirib chiqaradi. Chunki ular o'sha qanchadir vaqt, yillar davomida organizmda yashagandan keyin organizmdagi o'sha yetarli oqsilli, vitaminlarni, mikroelementlarni so'rilishi buziladi. So'rilishi buzilgandan keyin teridagi melanin almashinuvi buziladi va terida shunaqa birinchi ozgina qizarib turadi, keyin ular oq dog'larga aylanadi. Bu oq dog'larni ko'pincha teri kasalliklari ham yuborishadi davolash uchun, gijjalarni davolash uchun. Ularni farqi bo'ladi. Masalan, vitiligo bilan. Gijjani dog'lari xiraroq bo'ladi, ularning chegaralari aniq bo'lmaydi. O'sha vitiliganiki bo'lsa, ularniki oq bo'ladi, hamda simmetrik bo'ladi. Ikkita masalan, ikki tomonda bir xil bo'ladi va chegaralar aniq bo'ladi.
Parazitar kasalliklarni bir umrga uzoqlashtiruvchi 3 ta tavsiya bering. Parazitar kasalliklarni avvalambor hozir necha marta aytdik, gigiyena. Birinchisi gigiyena. Birinchisi gigiyena. Ya'ni bolalarimizga ham o'rgatishimiz kerak bu narsani. O'rgatish kerak. Gigiyena tarbiyasini rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Erinmasdan, o'sha kichkinaligidan gigiyena tarbiyasini. Ikkinchisi albatta profilaktika. Kasallik boshlanib, asoratlari kelib chiqqunicha kutib o'tirish kerak emasdi. Albatta 1 yilda 2 marta gijalarga, parazitlarga tekshiruvni o'tkazish kerak bo'ladi. Uchinchisi, gijasi borlar shirinlikxo'r bo'lib qoladi. Chunki gijalar o'sha sodda uglevodlarda, shirinliklarda ularga yaxshi oziqa muhitda, ular o'sha yerda yaxshi ko'payadi, rivojlanadi. Masalan, gijasi bor bolalar nima yeydi? Shirinlik yeyaverishadi, suxamyatkalar yeyaverishadi, ovqat ichmaydi, go'sht yemaydi ular. Ularga faqat shu narsa bo'lsa bo'ldi. Chunki ichidagi o'sha gijalar shuni talab qilaveradi-da. Shuning uchun albatta farzandlaringlarni, umuman oila a'zolarini ovqatlanishiga katta ahamiyat berish kerak bo'ladi. Albatta unda o'sha turli shirinliklarni, haligi gazli napitkalar, kola, pepsilar, energetiklar, har xil kolbasa mahsulotlar, ularni ham tarkibida turli xilda konservantlar, shunaqa narsalar solinadi-da. Endi hammasini emas, o'sha sifatsizini har xil sexlarda tayyorlangani bo'ladi. Qanaqa tayyorlanganini ko'z bilan ko'rmaymiz, gigiyenaga rioya qilganmi yo rioya qilmagan. Shuning uchun albatta o'sha ovqatlanish ratsioniga juda ham ahamiyat berish kerak bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'lmasligi kerak. Rahmat. Juda ham zo'r, foydali ma'lumot bo'ldi. Sizlarda qanday savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Eng asosiysi, xudo xolasa bular pastda video tagida havolalarini qo'yamiz. Telefon raqamlari qanday sizlarda parazitar kasalliklar haqida savollaringiz bo'lsa, bemalol o'zlariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bemalol nima qilsa bo'sh vaqtingizda javob berasiz, sahifangizga yozib nima qilishsa. Ushbu videoni farzandi bor barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Chunki bolalarimizni hozirdan yoshligidan gigiyenik tarbiyasini, gigiyenik ongini oshirib borishimiz uchun, foydali bo'lishi uchun, manfaatli bo'lishi uchun albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.